Assalomu alaykum, hurmatli Kesh Universal kanali a'zolari. Bugun sizlarga mana maydon ko'rinib turibdi. Hoziguzar mahalla bu. Maydonni mana eski bozorda ko'chasi. Mana maydon domlari ko'rinib turibdi bir qadam. Mana shu ko'chaga 1.8 sotixli hovlimiz. Shuni obzorini ko'rsataman. Ikki tomondan o'y qilingan zdaniya. Darvozalar o'rni qo'yilgan sisma poyiz qilib. Mana bu tomoni blog'ishdan terilgan. Hammom, tualet, oshxona qilingan. U tomoniga yashash uchun o'y qilingan. Mana bu tomon kirishdan chap tomonga hammom, tualet, oshxona qilingan. Mana tualet hammasi akfa qilingan. Yer tualet blokdan qilingan, patologlari qilinmagan hali. Bunisi hammom. Mana hammomning ichki eshiklari ham qo'yilgan, tepasi monolit qilingan, lekin ichi hali qilinmagan. Tepasi chirdak qilingan, shifer bilan yopilgan, yomkislar qo'ysa bo'ladi. Bu tomoni oshxona. Oshxona tagi to'ldirishga tuproq solib qo'yilgan. Mana hovli polnistashka qilingan. Mana bu gulxona qilingan. 49 metrli artizani bor. Mana bu devorni davom ettirish kerak bo'ladi. Shaqqa to'xtatib qo'yishgan. Mana to'g'riga 3 ta xonamiz bor. Baqa gaz, svet, suv, kanalizatsiya hammasi bor. Mana gazga mana kotelcha qilingan, mana bunday qilib ishlab turibdi atapleniyalar. Uylar zo'r isiydi. Mana bu detskiy xona. Akfa qilingan olli. Mana patologlar MDF bo'lgan. Devorlar mana shuvog'i bilan mana bunday qilib radiatorlar qo'yilgan. Mana bu zal. Mana bu zal tayyor qilingan, mana aboylari patolog qilingan. Tagi laminat qilingan. Tayyor holatga zal.